Sizlarni yiqqandan maqsad boshimga og'ir bir ish tushib qoldi. Ukam Rossiyada ishlardi-ku. Ishlari yurishmay qarzga kirib qolibdi. Bizga aytmabdi. Endi tezroq qarzlardan qutultirib, uyga qaytarish kerak. Yomon ish bo'libdi-ku. Nimasini aytasan? Shunga yordamlaring kerak. Dilshod, hozir meni sharoitim yo'q. O'zing ham bilasan. Men yordam bera olmayman. Faqat noto'g'ri tushunmagan maylimi? O'zing bilasan, yaqinda o'zingdan pul so'radim otamni davolash uchun. Otam shifoxonadalar. Hozir menda ham pul yo'q, do'stim. Hozir ham to'g'ri kasalxonaga borishim kerak. Uzr-ay bolalar, men keyin xabarlashamiz-a. Dilshod, Zokir. Ochig'i men ham shoshib turgandim. Faqat xafagarchilik bo'lmasin, yigitlar. Yana gaplashamiz, xo'p? Mayli. Zokir, senchi og'ayni? O'rtoq, o'zing yaxshigina bilasan-ku sharoitim og'irligini ham, ishdan ketganimni ham. Hozir oddiy sotuvchi bo'lib ishlayapman supermarketda. Topgan pulim bolalarimga ham yetmayapti, to'g'risini aytadigan bo'lsam.